Ba'zan eng og'ir jang ringda emas, insonning o'z yuragida kechadi. Bu film shon-shuhrat, og'riq va insoniy zaiflik haqida. Chempion bo'lish oson emas, ammo o'zingni yo'qotmaslik eng katta sinovdir. Film markazida afsonaviy MMA jangchisi Mark Ker. U ringda g'olib, ammo hayotda sinib borayotgan insondir. Bosim, dori va shon-shuhrat orasida o'z yo'lini yo'qotadi. Har bir jangda raqib emas, balki o'zi bilan to'qnashadi. Bosh rolni ijro etgan Dwayne Jones bu safar odatdagidan butunlay boshqacha rolda. U kuch emas, og'riqni ko'rsatadi. Film tanqidchilardan maqtov oldi, lekin kassi natijasi unchalik yuqori bo'lmadi. Film premyerasida Dwayne Jones ko'z yoshlarini tiya olmadi. U sahnada shunday dedi: "Bu rol men uchun jang emas, o'zimni tan olish edi." Tomoshabinlar bu lahzani filmning eng samimiy oni deb eslab qolishdi. Endi sizga savol: haqiqiy chempion kim? Ringda g'alaba qozonganmi yoki o'z hayotidagi og'riqni yenga olgan insonmi? Fikringizni izohlarda qoldiring, obuna bo'lishni unutmang. Film nomi Krushashi mashina. Haqiqiy jangchi Mark Ker hayotidan ilhomlangan.